Suyak yemirilishi kasalligi bu xalq tilida suyak yemirilibdi, tuz yig'ilibdi degan so'zlar ishlatiladi, lekin aslida suyak yemirilishi holati qachon kuzatiladi degan savolga javob berishimiz kerak. Suyak yemirilishi kasalligi asosan eng ko'p tarqalib ketgan kasalliklardan biri bu son suyagi boshchasini aseptik nekrozi hisoblanadi. Ya'ni aseptik holatda son suyagi bo'yinchasini yemirilishi degan kasallik. Ya'ni ba'zi bir insonlar adashtirib qo'yishadi. Suyak kasalligi yemirilishi degan vaqtda tizza bo'g'imidagi og'riqlarni tushunishadi, yelka bo'g'imidagi og'riqlarni tushunishadi. Ya'ni meni yoshim o'tdi, demak meni suyagim yemirilayotgan ekanda degan xayolga borishadi va bizga bemorlar mana suyagim yemirilmayaptimi degan savollar bilan ko'proq murojaat qilishadi. Lekin aslida bularda suyak yemirilishi emas, balki suyakni o'rab turuvchi tog'ay qavatini yupqalashi yoki bo'lmasa ba'zi qismlarda siz aytib o'tgandek yemirilish holatlarini kuzatilishi bilan kechadi. Lekin bu aslida tagida travmatologik, ya'ni meditsina tili bilan aytganda artroz kasalligi hisoblanadi yoki bo'lmasam aseptik nekroz головка бедренной кости, ya'ni son suyagi bochasini aseptik nekrozi hisoblanadi. Ushbu videoda suyak yemirilishi nima va uni kelib chiqish sabablari qanday va uni qanday aniqlash mumkinligi to'g'risida ma'lumot beraman. Menga murojaat qilayotgan bemorlarning ko'pchilik qismi tizza bo'g'imidagi og'riqlar, chanoq son bo'g'imidagi og'riqlar bilan murojaat qilib kelishadi. Bu bemorlar asosan qanaqa bemorlar deb so'rasangiz, asosan ayol kishi va yoshi 50 dan o'tgan bemorlar hisoblanadi. Chunki bo'g'im sohasidagi og'riqlar asosan 50 yoshdan keyin ayol kishilarimizda hozirgi kunda ko'p uchramoqda. Cho'kayotgan odam xasga ham cho'pga ham yopishadi degan gap to'ppa-to'g'ri. Bo'g'imdagi og'riqlarni tuzataman deb tabibga ham borib ko'radi, igla terapiya ham qilib ko'radi, zuluk qo'yib ko'radi, har xil narsalar qilib ko'radi. Lekin oxir oqibatda meditsinaga qaytib kelishadi va o'zini butun dunyo tanigan standartlari, ya'ni dori-darmonlar, fizioterapiyalar yoki bo'lmasa bo'g'imga qilinadigan maxsus dorilar yordamida davolaganimizdan keyin ancha yengillik bo'lib qoladi ularda. Travmatolog ortopedlarga murojaat qilib kelayotgan bemorlar asosan tizza bo'g'imidagi og'riqlar bilan murojaat qilib kelishadi. Tizza bo'g'imida, chanoq son bo'g'imidagi og'riqlar bilan murojaat qilib kelishadi. Buning sababi tizza bo'g'imida yosh o'tgan sari moddalar almashinuvi susayishi natijasida bo'g'imlarda artroz kasalligining rivojlanishi bo'ladi. Bizga keladigan bemorlarning ko'pchiligi shifokorga murojaat qilmasdan ba'zi bir tabiblarga, keyin televizorda ko'rgan ba'zi bir mahsulotlarga yoki bo'lmasam qanaqadir chuvalchang yoki bo'lmasam qanaqadir igla terapiyalar, zuluk, keyin ari chaqtirish, keyin va boshqa tabobat usullaridan foydalanib davo choralarini topolmagandan so'ng bizga murojaat qilib kelishadi. Suyak yemirilishining asosiy sabablaridan biri bu bo'g'imlarda qon aylanishining yetishmovchiligi va o'sha qon aylanishi yetishmovchiligi oqibatida inson organizmidagi kalsiy, vitamin D, magniy kabi mineral moddalarning yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadi. Bu moddalar nima uchun inson organizmida kamayib ketadi degan savol beradigan bo'lsangiz, bu inson organizmi qarigan sari moddalar almashinuvi susayib boradi. Bu narsa bo'g'imlarda, nafaqat bo'g'imlarda, balki ichaklarda ham kelib chiqqanligi sababli ichaklardan kalsiy so'rilishi yoki bo'lmasam qanaqadir ayol jinsdagi insonlar bo'ladigan bo'lsa, ayollarda farzand ko'rish yoki bo'lmasam qanaqadir gormonal disbalanslar, klimaks vaqtini bo'lishi sabab bo'ladi va sekin-astalik bilan bo'g'imlarda yemirilish kuzatilib keladi. Xo'p, ayollarda bo'lishining sababi bu gormonal o'zgarishlar deb o'tdik, lekin bu yerda faqat bitta gormonga bog'liq bo'lgan o'zgarish emas. Bu ayol kishilarda barcha gormonlarda disbalans kuzatiladi. Ya'ni har bitta farzand ko'rgan vaqtda yoki bo'lmasam klimaks vaqtida, ya'ni 45-50 yoshlarga yaqinlashgan vaqtda уже har bitta gormonda o'zgarish kuzatilganligi sababli bu jarayonda moddalar almashinuviga juda kuchli ta'sir qiladi va inson organizmidagi kompensator yig'ilib turgan, ya'ni kalsiy, magniy, marganets yoki bo'lmasa boshqa mineral moddalar pereraspределение, ya'ni keraksiz joyga tarqalib, ma'lum bir qismini bo'g'imlarga yetishmovchiligi natijasida artroz kelib chiqadi. Erkaklarda bunaqa holatlar kuzatilmaganligi sababli erkak kishilarda boshqacha sabablar kuzatiladi. Ya'ni qanaqa sabablar?
erkak kishilar ishchi inson bo'lganligi sababli og'ir mehnatlar qiladi yoki bo'lmasam futbol, sport turlari bilan shug'ullanadi. Qanaqadir travmalar olganligi sababli bo'g'imlarda yemirilishlar kuzatilishi mumkin. Suyak yemirilishiga noto'g'ri ovqatlanish va harakatsizlik juda ham katta ta'sir qiladi. Sababi suyak yemirilishi noto'g'ri ovqatlanish natijasida, ya'ni ba'zi bir gazli mahsulotlar, kola, fanta yoki bo'lmasam alkogol ichimliklari, sigaret mahsulotlari, zararli odatlarni ishlatish albatta bo'g'imga juda ham yomon ta'sir qiladi. Ayniqsa pivo mahsulotlari va alkogol mahsulotlari bo'g'imlarda kislotalikni, inson organizmida kislotalikni oshirib yuboradi va bo'g'imlarda og'riq chaqiradi. Ba'zi bir bemorlarim xuddi shunday murojaat qilib kelishadi. Ya'ni erkak jinsdagi bemorlarim kecha juda ko'p miqdorda alkogol iste'mol qilganman. Bugun esa bo'g'imlarimda qaqshovchi og'riqlar paydo bo'ldi degan shikoyatlar bilan ham murojaat qilishadi. Noto'g'ri ovqatlanish sekin-astalik bilan semirishga olib keladi va ortiqcha vazn esa tizzalarga ortiqcha yukni tushishi natijasida og'riqlar paydo bo'lishi, ya'ni suyak yemirilishi, mikrotravmalar natijasida sekin-astalik bilan suyak yemirilishiga olib keladi. Agarda sizda tizza bo'g'imingizda og'riqlar yoki bo'lmasam chanoq son bo'g'imingizda og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, siz menda suyak yemirilishi bormi yoki yo'qmi degan shubhada bo'layotgan bo'lsangiz, buni aniqlashda juda ham oddiy usuli bor. Birinchi o'rinda albatta mutaxassis shifokorga murojaat qilish va mutaxassis shifokor ko'rigidan so'ng maxsus tekshiruvlar bor. Agarda sizda yoshingiz 50 dan katta bo'ladigan bo'lsa, rentgen tekshiruvi, yoshingiz 50 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, magnit rezonans tomografiya tekshiruvidan o'tkazish bu suyak sizda yemirilishi bor yoki yo'qligini 90-95% holatlarda tashxis qo'yishga yordam beradi. Suyak yemirilishini turlariga bog'liqda. Siz suyak yemirilishini nima deb tasavvur qilishingizga bog'liq. Misol uchun sizda chanoq son bo'g'imida aseptik nekroz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan COVID-19 kasalligidan keyin son suyak boshchasining aseptik nekrozi deb tashxis qo'yiladigan bo'lsa, bunda suyak yemirilishining boshqacha turi kechadi. Agar sizda sekin-astalik bilan rivojlangan tizza bo'g'imidagi og'riqlar yoki chanoq son bo'g'imidagi og'riqlar yoki bel sohasidagi og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa, bu boshqacha yemirilish hisoblanadi. Buni oldin bemor tushunib olish kerak. O'zi qanaqa tushuncha o'zi u narsa, suyak yemirilishi o'zi nima o'zi degan narsani tushunib olish kerak. Endi shundan kelib chiqqan holatda sizda qanaqa belgilar bo'lishini aytib o'tish mumkin. Masalan, eng birinchi belgilardan biri bu suyak yemirilishida kuchli og'riqni paydo bo'lishi, ya'ni tizza bo'g'imida yoki chanoq son bo'g'imida kuchli og'riqni paydo bo'lishi hisoblanadi. Va aseptik nekrozda boshqacha, ya'ni og'ir ko'tarib, ko'p yurgandan keyin kechasi kelganda qattiq og'riqlar paydo bo'ladi. Yurish vaqtida, harakat vaqtida og'riqlar ko'p bo'ladi. Bu suyak yemirilishining og'riqlariga xarakterli hisoblanadi. Keyin ikkinchi belgilar bor. Ko'pincha odamlar ajrata olishmaydi, ya'ni adashtirib qo'yishadi. Xo'p, bunda qanaqa nima? Bo'g'imlar shamollash kuzatilishi mumkin, chanoq son bo'g'imida shamollashlar kuzatilishi mumkin. Buni suyak yemirilishidan qanday farqi bor deydigan bo'lsangiz, agar sizda tinch holatda, ya'ni kechasi uxlaganingizda ham og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, bu asosan bo'g'imlar shamollashi bilan kechadi. Agar sizda harakat vaqtingizda, ya'ni zinadan chiqayotganingizda, tushayotganingizda, yurgan vaqtingizda og'riq bo'layotgan bo'lsa, bu artroz kasalligi yoki bo'lmasam xalq tilida suyak yemirilishi kasalligida kuzatiladigan belgilardan biri hisoblanadi. Agarda sizda suyak yemirilishi aniqlangan bo'lsa, darajasiga qarab davo olib boriladi. Ya'ni darajalari bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi suyak yemirilishini, ya'ni artroz kasalligini 4 ta darajasi bo'ladi. 1-chi va 2-chi darajalarda konservativ davolanadi. Ya'ni inson organizmiga mineral moddalar, yuqorida aytib o'tilgan vitamin D, kalsiy va organizmda qon suyultiruvchi va maxsus mashqlardan foydalangan holatda, ya'ni xondroitin sulfat, ya'ni ba'zi bir holatlarda gialuron kislotalari yoki bo'lmasam ba'zi bir holatlarda har xil batlar yoki bo'lmasa kollagen moddalarini iste'mol qilish natijasida siz o'sha prosesni to'xtatishingiz mumkin. Ya'ni 1-chi darajali artroz yoki 1-chi darajali suyak yemirilishi bo'lsa, o'shani 2-chi darajaga o'tishi yoki bo'lmasa 2-chi darajada bo'lsa, 3-chi darajaga o'tishini ma'lum bir vaqt davomida to'xtatib turishingiz mumkin bo'ladi.
Agarda sizda artroz kasalligini 3 yoki 4 darajali, ya'ni suyak yemirilishini oxirgi darajada aniqlangan bo'lsa, unda sizga ko'p mutaxassis shifokorlar o'sha operatsiya yo'li bilan davolanishni taklif berishadi. Chunki 3-4 darajadagi artroz kasalligini davolashni imkoni juda ham qiyin va davolanish sizga vaqtincha ta'sir qiladi va surunkali kasallikka o'xshab siz har 6 oyda, har 1 yilda bir marta davolanib turishga majbur bo'lasiz. Agar siz operatsiyani xohlamasangiz. Agarda sizda tizza bo'g'imingizda og'riq yoki bo'lmasam mutaxassislarga bordingiz, suyak yemirilishi kasalligi bor degan tashxisni olgan bo'lsangiz, bizni konsultatsiyamizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga sifatli, ishonchli va darajalaringizdan kelib chiqqan holatda to'g'ri tashxis qo'yamiz va to'g'ri davolash taktikalarini olib boramiz. O'z tajribamdan kelib chiqqan holatda, butun jahon standartlarini ishlatgan holatda, ya'ni artrozning darajalariga qarab butun dunyoda ishlab chiqilgan davolash taktikalari, ya'ni standartlari mavjud. Bu доказательная meditsina deb ataladi. O'sha доказательная meditsinaga asoslangan holatda sizni artroz kasalligingizni darajasidan kelib chiqib, davo taktikasini olib boramiz. Ortiqcha xarajatlarsiz, ortiqcha dori vositalarsiz davolab beramiz.